Hurmatli obunachilarimiz, egalardan kelib turgan shu mashinamizni sizlarga obzor qilib beramiz. Adını biladi bo'lsa, kommentariyada o'z izohlaringizni yozdirib qoldirib ketasizlar. Mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, egalardan sotib berar ekan tutdi. Mashinaning bilimlarini ko'rsatib o'taman, kommentariyada yozib qoldirish, yoddan chiqmasin. Motorlari, korobkalari, ходовойлari atido 0 remont olgan. Mashinamizning sostensiz chotki holatda. Mashinamiz hozir keldi. Obshivkalar qora koja qilingan, lilon bilan döşalgan, chexollar stampga qilingan. Mashinamizda salonlar ham akkuratli. Malibu skorosti cheklangan yo'l tuslaqi. Mashinamiz rullari gidrolika bo'ladi, maytaqollar qo'yilgan. Sostensiz zo'r. Tak, mashinamizda kamida 2 tonna yuklik yetazlar ham hech qanday bezatkaz muammo etmay ko'tarib berib biladimni uchun esa teni resolxonni yo'tuslar, telari quvvatli. Mashinamizda metan gaz ustanobga qilingan, 100 lik metandan bir donasi qo'yilgan ekan. Benzindan, metandan yo'tutdi. Dokumentida hech qanday muammo yo'q. Doğru, oformlayana qilib ketaverasizlar. Tak, mashinamiz 273 ming kilometr, 2007-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlar bor. Narxini sizlarga yuk avtosavdodan 48 million so'm qilib qo'yib beramiz. Agar avtokreditda chiqarmanda sizlar oldindan premenni bir bankdan o'zi 25-30 million so'm bersa kerak. 25-30 million so'm bankdan olsa bo'ladi. Oylik to'lovini kommentariyada ++ qoldirsangizlar, yozib qoldirib o'tamiz sizlarga. Kuzovlar chotki, motorlar aptoliyam edi. Yüklemek'e zor. Benim desangizlar bo'ladi. Telefon nomerlar 90 Bu videoni Labo'cha danışib satışa qo'yasizlar. Yuk avtosavdodan shu mashinamizni Labo'ning o'rnida chotki narxda qo'ydik. Bemalol kelaverasizlar.